Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bizni kuzatuvchilarimiz, Shukrajali doktorimizni ixlos qiluvchilari, mana bugun toza havo sihatgohidamiz. Mana bugun ona va qizlari birgalikda mana toza havo sihatgohidamiz. Mana doktorimizga anchadan beri mana ixlos qilib, mana onalar bilan bir muloqot qilamiz degan umidda qilib sizlarga mana shu YouTube orqali, mana Telegram orqali ko'p gruppalarimiz bor. Kuzatib, xulosa berasizlar degan umiddamiz. Mana MRT qog'ozlarimiz, mana ko'rib, o'qib, xulosa berasizlar degan umiddamiz. Bu qizimizni mana bosh miyalari MRT tushirilgan, tomografiya. Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshimisizlar? Charchamay. Bugun mana toza havo sihatgohida mana qizimizni qanaqa holatda kelganini, oldin qanaqa holatda kelganini bizga batafsil bir gapirib bersangiz. Mana Shukrajali doktorimizni haqiqatdan mana shu bemorlarga yordam qilishlarini, o'sha bor narsami, yo'q narsami, o'shalarni bir chiroyli gapirib, mana Ramazon oyida mana sizga necha kun qo'shib berganlarini, mana doktorimizni tabiiy kapsulalarini qanaqalar bu qizimizga iste'mol qilib turganiga aytib berasizda, xudo xolasa, chunki bizni kuzatuvchilarimiz juda ko'p. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana biz qizim bilan 2021-yildan beri Shukrajali doktorimizga qatnab davolanib, yotib lecheniya olamiz. Kelganda qizim ahvoli juda ham og'ir edi. Tinimsiz sudirga berardi. Keyin uyqusi yo'q edi, uxlamas edi. O'zi ham rosa ham bezovta, tortishishlari ko'p edi. Mana alhamdulillah 2021-yildan beri kelganimizdan beri mana qizimda o'zgarishlar rosa ham zo'r. Odinaxon, gapingiz bo'ldim. Bitta savol berishim ham kerak edi. Siz qayerdan kelgansiz o'zi? Biz Toshkent viloyati Bo'ka tumanidanmiz. Toshkent. Chunki ba'zilar nimaga Toshkentda zo'r professor, doktorlar bor degan savol tug'ilib qoladi-da. Mana shu doktorimizga shunchalik mana ixlos qilib kelibsiz. Natija yaxshimi? Natija rosa biz kutgandan ham a'lo. Toshkentda rosa ham ko'p anaqa shifoxona, kasalxonalarda yotdim, lekin sudirgisi to'xtamadi. Sudirgisi rosa ham og'ir edi. Bolam tashxisi bolalar miya falaji spastik tetraparez simptomatik epilepsiya tashxisi qo'yilgan bolamda. Hozir Xudoga shukr 3 yildan beri sudirgi yo'q, biror marta sudirgi bermadi. Sudirgilari to'xtagandan beri ham jismonan, ham ruhan, ham aqlan rosa ham rivojlanish yaxshilandi. O'zgarish, siz ona bo'lib o'zgarishganini zo'r bilgansiz-da, to'g'rimi? To'g'risi umidim yo'q edi. Sudirgisi to'xtamaydi deb o'ylagan edim. Yo'q, bu yoqqa kelgandan keyin doktorimizga rahmat. Doktorimiz ham ruhan davolaydi, ham jismonan davolaydi, onalarga umid bag'ishlaydi. O'sha ruhiy bo'yicha. Ruh taraflama davolab umid beradi biz qalbimizga. Mana natijalarimiz rosa ham zo'r. Keyin oyog'imiz tushmas edi, oyog'ini uchida bosardi. Hozir natija yaxshi. Bizga bu yoqqa kelishimizdan oldin shifokorlar oyog'ini operatsiya qilamiz degan edi. Yo'q, biz bu yoqqa kelib ilk kurs lecheniya olganimizdan keyin tovoni tushdi. Kelganingiz afsus qilmaysiz? Yo'q, tovoni afsuslanmayman kelganimdan. Hozir mana toza havo sihatgohlarimiz yaxshimi? Havolar qanaqa? Rosa toza havo sihatgohimizda rosa sharoitlari zo'r. Naydirib ham qolgan xodimlariga rahmat aytaman. Har doim ochiq ko'ngil, ochiq chehra bilan kutib, muomalalari ham rosa ham yaxshi. Endi yana bitta savolimiz borki, mana shu Shukrajali doktorimiz kuniga 1.300.000 lekin mana shu ayniqsa bemorlarga yordam qiladimi degan savol berishadi-da. Bizga hozir yordam qildi. 5 kun to'lov qildik. Ramazon oyi bo'lgani uchun doktorimiz 6 kun qo'shib berdi bizga. 5 kunlik to'lov qildik. Undan avvalgi safarlar ham 5 kun to'lov qilib yotgandik, 5 kun bonus qilib qo'shib berardi. 10 kun lecheniya olib ketardik. Har doim rahmat doktorimizga, saxovatpesha rosa ham bizga har doim yordam beradi qo'ldan kelgancha. Meni bu degani 50 kilo degan so'z-da bu. Shunaqa. Doktorimizga oson emas. Shundoq doktorimiz borligiga shukr. Yordam beradi. Holatimizni biz tushuntirsak yordam beradi qo'ldan kelgancha. Alloh shifosin bersin.
Rahmat sizlarga. Katta rahmat sizga.